Assalomu alaykum. Bugun sizlarga o'zimning shaxsiy hayotimda va ish faoliyatimda juda ham katta o'zgarishlarga sabab bo'lgan 7 prinsip haqida gapirib bermoqchiman va bu prinsiplarni yillar davomida shakllantirib kelganman. Aynan og'ir vaziyatlarda, og'ir davrlarda to'g'ri qarorlar qabul qilishimga, komanda tuzishimga, katta proyektlarni qilishimga aynan mana shu prinsiplarga sodiq turganim orqali yetib keldim deb o'ylayman. Ismim Humoyun, 23 yoshdaman. Mentora kompaniyasini asoschisiman. Hozirgi kunda onlayn maktablarni yaratish, yurgizish bilan shug'ullanamiz. Biz o'rtacha yillik aylanmamiz $1 million dan ortiq va bu video o'zini sohasida top mutaxassis bo'lgan, top 1% ga kirmoqchi bo'lgan insonlar yoki tadbirkorlar, o'zini yo'lini qidirayotgan insonlar yoki hayotida qanaqadir keyingi bosqichga chiqmoqchi bo'lgan insonlarga to'g'ri keladigan video. Men o'zim prinsiplarni rivojlantirishni taxminan 3-4 yil avval boshlaganman va boshida bu prinsipligini ham bilmaganman. Aynan ustozlar tarafidan juda ko'p yordam orqali hozirgi kunda taxminan 20 ga yaqin prinsiplarim bor va sizlarga eng muhim bo'lgan 7 tasini bilan bo'lishmoqchiman. Birinchi prinsip hamma ayb o'zimda. Ya'ni ruschada "delo во мне" deyshadi. Hayotimda bo'layotgan har bitta xatolik, kimdir aytaylik, meni pulga uxlatib ketib qolishi mumkin, qanaqadir oyog'im sinib qolgan bo'lishi mumkin, boshim og'rib qolgan bo'lishi mumkin. Istalgan hayotimda bo'layotgan xatoliklar bu oxir oqibat o'zimga bog'liq degan prinsipni shakllantirish bo'lgan va bu juda ham qiyin bo'lgan, to'g'risini aytaman. Chunki juda ham bizda oson boshqalarni ayblash. Rahbarni ayblaymiz, bizga yetarlicha oylik bermayapti yoki jamiyatni ayblaymiz, bizda O'zbekistonda ish yo'q, yaxshi ish yo'q yoki shunga o'xshagan faqatgina atrof muhitda yoki kimnidir ayblasak, albatta biz haqmiz. Albatta unda ayb bor. Lekin hech qachon bu bizni o'stirmaydi. Agar aybni biz o'zimizdan qidiradigan bo'lsak, misol uchun futbolda oyog'imiz sinib qolsa yoki og'rib qoladigan bo'lsa, o'zimdan qidirishni boshlaganman. Nima bo'ldi? Men o'zim trenovka yaxshi qilmaganman. Oyog'im qizdirmasdan futbolga tushganman. Yoki bizda shunaqa holat bo'lgan, biz endi ekspertlar bilan ishlaymiz. Bitta ekspert taxminan $20 ming ga yaqin atrofida pulni olib ketib qolgan. Prosta bizani pulimizni olib ketib qolgan. Va to'g'ri undan olib qaraydigan bo'lsangiz, hamma ayb ekspertda uni qarg'ashingiz mumkin, gapirishingiz mumkin, hammaga chiqib, dardingizni aytishingiz mumkin. Lekin o'sha paytda men o'zimdan qidirganman. Nima men ayb qildim? Bu shunaqa $20 ming bizdan olib ketib qoldi. Ayb o'zimda, chunki shartnomasiz ishlaganman. O'sha proyektda men shartnoma qilib olmaganman. O'sha proyektda men pulni olishni o'sha qonuniy taraflarini ko'rmaganim uchun ham pand yedim va bu menga saboq bo'ldi. Agar men o'zimdan qidirmaganda shu sababni men yana shu xatoni qayta takrorlagan bo'lardim. Xuddi shunaqa istalgan holatda, misol uchun komandadagi qaysidir xodim ketib qoldi. Sraz o'zimdan ko'raman yoki aytaylik, mana yaqinda bitta katta zapusk qildik. Bu eng katta zapuskarimizdan biri bo'ldi shu paytgacha, lekin men mana shu zapuskda 100 ga yaqin xatolarni yozib chiqdim. O'zimiz qilgan 100 ga yaqin xatolarni men o'zim yozib chiqdim. Endi nima uchun xatolar? Chunki yutuqlar juda ko'p. Misol uchun yutuqlarni yozgan bilan foydasi yo'q aslida. Chunki yutuq tabiiyki o'zimizda bor, bu shakllanib bo'lgan narsa, lekin biz qachonki xatoni ustida ishlaydigan bo'lsak, xatolarni ko'rib tan oladigan bo'lsak, shunda biz o'samiz. Shuning uchun bu prinsipni men to'g'ri qiyin bo'ladi. Bu ko'p holatda odam nafsi yo'l qo'ymaydi bu prinsipni shakllantirishga, lekin shakllantirsangiz, xatolaringizni tan olsangiz, hamma narsani o'zingizdan ayb qidiradigan bo'lsangiz, shunda men o'ylayman, juda ham katta o'sish bo'ladi deb o'ylayman. Naval Ravikantning bitta zo'r gapi bor. Insonlar boshqalarni o'zgartira olamiz deb o'ylashadi, lekin o'zgartira olishmaydi. Insonlar o'zlarini o'zgartira olmaymiz deb o'ylaydi, lekin o'zgartira olishadi. Ya'ni bu prinsipga juda to'g'ri keladi. Bizni o'zgartira oladigan yagona narsa bu o'zimiz. Ya'ni biz faqat o'zimizni holatimizni o'zgartira olamiz. Shundagina bizga tashqaridagi bahonalar, tashqaridan nimadir qidirishga hojat qolmaydi. Shuning uchun bu narsani tavsiya qilaman hammaga shakllantirishi. Buni oddiy bitta usuli bor. O'zim aytaman, har kuni qilmayman, lekin maksimal harakat qilaman shu narsani qoldirmaslikka. Kunning oxirida xatolarni yozish. Misol uchun, bugun kun o'tdi, nima xatolikka yo'l qo'ydim? Misol uchun, qanaqadir kimgadir qattiq gapirib qo'ydingiz, kimgadir aytaylik mensimasdan gapirib qo'ygan bo'lishingiz mumkin, qayergadir kech qolib borgan bo'lishingiz mumkin, qayerdadir bilmayman. Kamchiliklarimiz ko'p-ku aslida. Misol uchun, xatolarimiz yozish. Xuddi shunaqa ishda. Ya'ni hayotdagi xatolarni ham va ishda, misol uchun loyiha qilyapsiz, loyihangizdagi hamma xatolar. Uni aytib kimgadir aytishingiz shart emas, o'zingiz uchun yozib oling.
aytaylik vebinar o'tyapsiz yoki qanaqadir xizmat ko'rsatyapsiz, vaqtida telefonni ko'taryapsizmi, vaqtida uchrashuvga boryapsizmi, aytgan narsangizni vaqtida qilib beryapsizmi, hamma detalgacha yozib chiqsangiz bo'ladi va bu narsani keyinchalik rivojlantirish, bu xatolarni ustida ishlash orqali juda katta o'sishi bo'ladi degan umiddaman. Ikkinchi prinsip bu long term games desa bo'ladi, ya'ni men faqat uzoq muddatli o'yinlar o'ynayman. Bizlar ishlayotgan sohada, ayniqsa zamonaviy kasblarda tezda pul topish imkoniyati, qanaqadir bir martalik mijozlar yoki hype reklamalar, shunga o'xshagan instrumentlar orqali tezroq pul topish imkoniyati bor. Ya'ni siz qanaqadir instrumentlarni ishlatasiz, bitta odamlarni jalb qilasiz, aldab yoki shunga o'xshagan instrumentlar orqali tezroq pul topish imkoniyati juda ham ko'p. Lekin har doim qaror qabul qilayotgan paytda men o'ylayman, bu narsa ertaga qanaqa bo'ladi emas, 5 yildan keyin qanaqa bo'ladi, 3 yildan keyin qanaqa menga foydasi tegadimi yo'qmi degan o'zimga qarash bor, ya'ni savol beraman, shu orqali qarorlar qabul qilaman. Istalgan sohada men partnyor tanlayapmanmi, loyiha tanlayapmanmi, klient tanlayapmanmi, uzoq muddatda menga foyda beradimi yo'qmi, uzoq muddatda men uchun bu kerakmi yo'qmi degan narsa qarayman. Nimadan tushuntirib beraman? Loyihaga kirgan paytimizda, o'sha aynan zapusk loyihalariga kirayotgan paytimizda menda o'sha ishdagi prinsipim bo'lgan, men noekologik ekspertlar bilan ishlamayman. Misol uchun odamlarni aldaydigan, qanaqadir hype temada yoki noto'g'ri psixologlar, odamlarni aldaydigan treyderlar bo'lishi mumkin. Shunga o'xshagan sohalarda men umuman ishlamayman. Menda o'zimda kriteriyalarim bor degan qattiq prinsipga ushlaganman va ishonsanglar 500 ming, 600 ming obunachisi bor bo'lgan juda ham katta potensialniy ekspertlar chiqqan o'rtada. Ya'ni ishlasangiz o'sha inson bilan 2-3 oy ichida bemalol 200 ming, 300 ming dollar ko'tarsangiz bo'ladi. Lekin men endi prinsipimga to'g'ri kelmagani uchun hammasini atkaz qilganman va o'sha qilingan qarorlar hozirga kelib bozordagi eng kuchli ekspertlar, katta loyihalardan taklif chiqayotganligiga sabab bo'lyapti. Ya'ni o'sha paytda men nafsimga yo'q deganman va hozirgi kunda aynan shu Humoyun to'g'ri kelgan inson bilan ishlamaydi. Humoyunda o'sha prinsiplari bor, qadriyatlari bor degan narsa odamlar ham bu narsani sezishni boshladi va shundan keyin katta loyihalar ham chiqishni boshlayapti. Xuddi shunaqa. Komandaga odam tanlayapmizmi, partnyor tanlayapmizmi yoki oddiy xodim tanlayapmizmi, men uchun bu sirazu hozir ishni zo'r qilib berish muhim emas. Bu inson bilan men uzoq muddat ko'ra olamanmi yo'qmi? Masalan, 5 yildan keyin mana shu inson bilan ishlagan bo'larmidim yo'qmi? Agar yo'q bo'ladigan bo'lsa, javobi men u inson bilan ishlamayman. Yoki qaysidir inson bilan do'st bo'lish mumkin yoki aytaylik oila qurish bo'lishi mumkin. Farqi yo'q. Uzoq muddatli mana shu inson bilan men 10 yildan keyin ham o'zimni ko'ramanmi yo'qmi? Shunaqa savol beradigan bo'lsa, odam uzoq o'ylaydi. Chunki biz hayotimiz o'rtacha inson 60 yil yashaydi, Alloh umr bersa va hali yarimni ham yashamaganmiz-da. Va nima uchun biz shoshishimiz kerak? Nima uchun hozir tezda qilib, ishlab yoki hamma pulni yig'ib olishga harakat qilamiz? Mana shu holat tufayli bozorda juda ko'p zo'r bolalar bor. To'g'risini aytaman, o'sha sohasidagi zo'r kreativ bolalar bor-da, lekin prinsip yo'q bo'lgani uchun, to'g'ri kelgan inson bilan ishlagani uchun insonlardan o'sha boradi, mijozga va'da beradi, va'dasini bajarmaydi, pulni oladi, lekin qilib bermaydi. Bo'ldi, bitta anaqasi reputatsiyasiga ta'sir qiladi. Yana boshqasiga boradi. Xuddi shunaqa qilib 4 ta 5 ta insondan, tadbirkorlardan negativ tarqagandan keyin u inson bilan hech kim ishlamaydi. Yoki shunaqa ekspertlar, prodyuserlar ham bo'lishi mumkin, yoki oddiy mana o'quvchilar bor. Misol uchun biz shu sohada bo'lganimiz uchun bilamiz, qaysidir kursga boradi yoki mentorstvoga boradi-da, pulni to'lamaydi. Pulni to'lamaydi, keyin yana boshqasiga boradi. O'ylaydi ular, men hozir mashdan $1000, $2000 qanchadir summa yutyapman deb o'ylaydi. Aslida bu yerda o'zini birinchidan vijdoniga ham havola, ikkinchidan u insonni katta ehtimol bilan bozordagi reputatsiyasi yo'q bo'lib ketadi. Chunki kimdir baribir O'zbekiston bozori, ayniqsa zamonaviy kasblar juda ham tor, juda ham kichkina bozorda bitta negativ yoki bitta shunga o'xshagan yomon reputatsion xato butun bozorga tarqaladi va u inson bozordagi reputatsiyasini yo'qotadi. O'sha joyda 2-3 ming dollar ishlab olish maqsadida qilingan xatosi tufayli. Bu prinsip shakllantirish uchun biz har bitta qaror qabul qilayotgan vaqtda o'ylashimiz kerak. Mana shu ishni uzoq muddat qilgan bo'larmidim? Mana shu ishni o'zimga ravo ko'rgan bo'larmidim yoki mana shu inson bilan men uzoq muddat do'st bo'lgan bo'larmidim yoki hamkasb bo'lgan bo'larmidim degan sizda savol berishingiz kerak va savolga javob yo'q bo'lsa, hozir ham qilmang. Agar bitta ishni
10 yildan keyin qilishni tasavvur qila olmasangiz, hozir ham qilmang. Bitta klient bilan 10 yildan keyin ham ishlashni tasavvur qila olmayotgan bo'lsangiz, ishlamang. To'g'ri, siz 10 yil ishlamaysiz katta ehtimol bilan, baribir ham. Lekin faqat pul uchun yoki faqat qanaqadir o'sha qisqa muddatli foyda uchun siz loyiha olasiz va u loyiha sizni minusga olib kirib qo'yadi. Bu meni o'zim tajribamda bo'lgan. O'shaning uchun ham maksimal qarorlar qabul qilayotgan uzoq muddatda o'ylang. To'g'ri, sizdan raqobatchingiz tezroq o'tib ketadi. Anaqada, sprintda. Lekin marafonda siz yutasiz. Shuning uchun ushbu prinsipni ham rivojlantirishni o'ylab ko'rsangiz bo'ladi. 3-prinsip bu aytdimmi, qilaman. Ya'ni meni og'zimdan chiqayotgan gap bu meni lafzim. Bu shunchaki gap emas. Misol uchun men aytdim, kimgadir aytaylik soat 10 da ko'rishaman dedimmi, men ko'rishim kerak. Yoki men aytdim, mana shu loyihani sizga ertaga prezentatsiya qilib beraman dedimmi, o'sha narsa bu meni lafzim. Afsuski, oxirgi paytda shu darajada lafz qadrsiz bo'lib ketdi. Insonlar prosta tak gapirish paydo bo'ldi. Ya'ni bu endi oldinlari bilmayman, juda ham kamdan kam sohalarda bunaqa insonlar bo'lgan. Hozirgi kunda aksariyat ayniqsa zamonaviy kasblarda juda ko'p insonlar aytgan va'dasini bajarmaydi. Ya'ni vaqtida bormaydi, ishini vaqtida qilib bermaydi, telefonini ko'tarmaydi yoki shunga o'xshagan ba'ziviy o'zi mana inson qilish kerak bo'lgan ba'ziviy ishlarni qilmaganligi sababli ham mutaxassislarga, yaxshi mutaxassislarga ishonsa bo'ladigan mutaxassislarga talab juda katta. Men o'sha yaqinda katta tadbirkorlar bilan gaplashib qolganimda ham ular aytishyapti, bizaga zo'r mutaxassis kerak emas, bizaga ishonsa bo'ladigan mutaxassis kerak deyishyapti. Ya'ni tushunyapsizlarmi? Shu darajada odamlarga ishonch tushib ketgan, aytgan vaqtida ish qilib berish, aytgan vaqtida borish, aytgan narsasini lafzida turish bu noyob ko'nikma bo'lib qoldi. Aslida bu o'zimizda hamma inson bo'lishi shart bo'lgan ish. Shuning uchun bu narsani endi men o'zimni ham aytaman, o'zim ham qanaqadir 100% holatda bu narsa oldindan shunaqa insonman deb ayta olmayman. Hozirgacha ham kamchiliklarim juda ko'p, hozirgacha ham shu joyda qiynalayotgan holatlarim ham bor, lekin o'tgan yilda bu prinsipni qattiq rivojlantirishni boshladim. Shu prinsipni hayotimda rivojlantirgandan keyin atrofimdagi insonlar ham menga qarab o'zgarish boshladi. Avval aytaylik, men ham kimnidir pulini cho'zib yuradigan bo'lsam, xuddi shunaqa meni ham pulimni kimdirlar cho'zib yurish holatlari bo'lgan yoki men ham qaysidir paytda va'dani bajarmasam yoki o'sha ish qilingan, etilgan narsani kech beradigan bo'lsam, telefonimni ko'tarmasam, meni ham telefonimni qolganlar ko'tarishmagan. Lekin shu narsalarni o'zim amalga oshirishni boshladim, hayotimga tatbiq qilishni boshladim va atrofimdagi insonlar ham o'zgarishni boshladi. Misol uchun aytgan vaqtida kelishi, aytgan narsasini vaqtida qilib berishi. Chunki menga qarab turib ular xulosa qilishadi. Shuning uchun agar sizda shunaqa muammolar bo'layotgan bo'lsa, qaysidir xodimingiz bilan, klientingiz bilan birinchi navbatda o'zingizni qarang. Ya'ni o'sha bundan avval safar gapirgandek, delavamni. Ya'ni men aytgan narsamni qilib beryapmanmi? Va agar siz qilib berayotgan bo'lsangiz, katta ehtimol bilan sizning xodimlaringiz ham, sizdagi o'sha hamkasblaringiz ham ular ham va'dasini bajarishadi. O'zi bu bizlarning qadriyatlarimizga ham singan bo'lishi kerak. Bu bitta inson gapirdi, u o'sha aytgan narsasini bajaradi. Yaqinda bitta katta tadbirkor videosini ham ko'rib qoldim-da, ular aytayotdilar. Katta millionerlar, milliarderlarning orasida bitta so'z aytish bu bo'ldi shartnoma bilan bir xil. Misol uchun ertaga mana bu narsani biz jo'natib yuboramiz yoki keyingi haftaga misol uchun yangi loyiha boshlaymiz dedimi, bo'ldi. U prosta ideya emas, prosta u qanaqadir gap emas, u ish bajariladi. Ya'ni uni qayta eslatish ham shart emas. Tasavvur qilasizlar, ya'ni bu darajaga chiqish uchun men o'ylayman, albatta bizda va'dani bajarish, vaqtida borish, o'sha lafzimizni mustahkam qilib ushlash bu juda muhim deb hisoblayman. 4-prinsip. Agar katta ha bo'lmasa, demak yo'q. Bu qanaqa ishlaydi? Oxirgi paytlarda menda taxminan 10 ta holatdan 8 ta yoki 9 ta holatga qanaqadir savollar, takliflar, so'rovlarga yo'q deb javob beraman. Ya'ni boshida endi sohaga kirayotgan paytimda yoki o'sha yosh paytlarimizda kim nima taklif qilsa, ha, misol uchun o'rtoqlar ketdi, ujin qilamiz, ha, kontrga boramiz, men kontr o'ynashni bilmayman, futbolga boramiz, ha, yoki qanaqadir istalgan nima taklif bersa ham ha degan odam u hech qachon o'zini prioritetga qo'ya olmaydi. Biza juda ham qattiq ustida ishlashimiz kerak, yo'q deyishni. Juda ko'p imkoniyatlar kelishib boshlaydi. Ayniqsa siz yaxshi mutaxassis bo'lsangiz, ayniqsa siz qanaqadir boshqalardan ko'ra ustunlik taraflaringiz, ko'nikmalaringiz bo'lsa, takliflar juda ham ko'p keladi va o'sha paytda yo'q deyish bu sizni juda tez o'sishingizga yordam beradi. Chunki hamma taklifga ha desangiz, oxir oqibat o'zingizning prioritetlaringizni yo'qotib qo'yasiz. Bu yerda
bu qanaqa ishlaydi? O'ylaysiz, misol uchun kimdir sizga taklif beryapti. Bo'lishi mumkin, loyiha chiqdi. Agar ichingizdan katta, "Ha, davay bosaman" degan narsa bo'lmasa, ikkilantirayotgan narsa bo'lsa, yo'q. Misol uchun aytasiz, choyxonaga taklif qilishdi yoki qayergadir taklif qilishdi. Ichingizdan "Ha, bor, katta ha" bo'lsa, boring, muammosi yo'q. Misol uchun men choyxonalarni chopish kerak, o'rtoqlar bilan ko'rishmaslik kerak degan tarafdor emasman. Ko'rishish kerak, hamma narsani vaqti-vaqtida qilish kerak. Bu normal holat, lekin hamma kim nima desa ha deyish, misol uchun kimdir qarz so'rasa ham davaychi ha, kimdir aytaylik qayergadir chaqirsa ha desiz, o'zingiz aytganimdek yo'g'ingiz bo'lmaydi. Yo'g'ingiz bo'lmagandan keyin katta hayotda natijaga erishish ham qiyin bo'ladi. Buni taxminan 4-5 yil avval ham eshitganman. Ya'ni tadbirkorlar, katta tadbirkor ustozlar aytishgan, yo'q deyish o'rganish kerak. Tushunmaysizmi, nimaga odam yo'q deyish kerak? Yo'q deyish qanaqadir bu hurmatsizlik-ku degan narsa bo'lardi, lekin aslini ko'rasiz, imkoniyatlar qancha ko'p bo'lgan sari shunchalik yo'g'ingiz ko'proq bo'lishi kerak. Ya'ni hozir misol uchun 10 tadan 8 tasi yo'q deyotgan bo'lsam, men yana ham o'sganim qatdan bilsam bo'ladi, 100 tadan 99 tasi yo'q degandan bilsa bo'ladi deb o'ylayman. Shuning uchun ham bu prinsipni ham shakllantirishim men yaxshi bo'lsa kerak deb o'ylayman. Bu prinsipni ham o'zim shakllantirdim, natijasini ko'rdim, yordam berdi. Umuman bugun aytayotgan hamma prinsiplarni bu qayerdandir internetdan o'qib yoki kimdandir ko'rib olib gapirmayapman. Bu o'zim o'rgangan, to'g'ri, ustozlarim tarafidan, kitoblar tarafidan qayerdadir o'rgangan va hayotimda singdirgan narsalarimni aytib beryapman. Ya'ni o'zim amal qiladigan narsamni aytib beryapman. O'shaning uchun natijasini ko'rganman va sizlarga ham ulashdim. Navbatdagi prinsip bu yutish emas, yutqazmaslik strategiyasi. Bu qanaqa? Ba'zi insonlar hayotidagi maqsadi bo'ladi, qanchadir summa ishlab topish, qanaqadir kompaniya qurish yoki hayotini o'sha bitta narsaga bag'ishlab, unda yutishga harakat qiladi. Ya'ni nomer 1 bo'lishga. Bu yomon emas, lekin menda sal boshqacharoq ishlaydi. Buni ustozim Aziz akadan o'rganganman. Xo'p, qaror qabul qilayotganda, istalgan qarorda men birinchi o'ylayman, sog'lig'imga, oilamga, reputatsiyamga, prinsiplarimga, o'sha qadriyatlarimga zarar keltirmaydimi? Agar zarar keltiradigan bo'lsa, yutish bor, yutqazmaslik xavfi baland bo'ladigan bo'lsa, men bu ishni qilmayman. Chunki hayotda, ya'ni faqat ishdan tashqari juda ko'p bizada sferalar bor. Ya'ni sog'liq bor, oila bor, bo'lishi mumkin ish bor, shaxsiy rivojlanish bor, va bularning hammasida siz tasavvur qiling, bitta sog'lig'ingizda katta muammo bo'ladigan bo'lsa, qolgan hech qaysini tatimaydi yoki oilangiz notinch bo'ladigan bo'lsa, sizni ishingiz ham, sog'lig'ingiz ham hammasi baxtli bo'la olmaysiz. Qo'pol qilib aytganda, endi bu gaplarni men yosh bo'lib turib aytishim qanchalik to'g'ri bilmayman, lekin shu narsani o'zim shakllantirgandan keyin umumiy holatda baxtlilik darajasi oshdi deb hisoblayman. Ya'ni hamma narsada qaror qabul qilayotganimni o'ylayman. Bu narsa qolgan sferalarimga ta'sir qilmaydimi? Ya'ni hozir qilayotgan ishim meni sog'lig'imda problema olib kelmaydimi keyinchalik? O'sha reputatsiyamga ta'sir qilmaydimi? To'g'ri, qanchadir summa yutib olishi yoki qanchadir katta ish qilish imkoniyati bo'lishi mumkin, lekin u sizni boshqa sferalaringizga ta'sir qiladigan bo'lsa, o'rtacha ish qilib, qolgan sferalarni ham eng minimal holatda ushlab turish kerak deb o'ylayman. O'shaning uchun ham haftasiga kamida 2-3 kun sport обязательный. Menda bunaqa zo'r forma bo'lmasligi mumkin, lekin kasal bo'ladigan holatda yoki qanaqadir sog'liqda muammo tug'diradigan holatda be'tibor emasman yoki xuddi shunaqa oilada ham vaqt ajratish, shaxsiy rivojlanish hammasida minimal holatdan balandroq ushlab turish kerak, ertaga katta muammolarni kelmaslik uchun. Shuning uchun ham yutqazmaslik bu meni asosiy maqsadim. Yutish bo'lsa, balki yutarman, balki yutmasman. O'sha muhimi yutqazmaslik. Keyingi prinsip, odamlarning hozirgi aytgan fikri men uchun qiziq emas, ularning tarixiga qarayman. Bu nima degani? Biz juda ko'p insonlar bilan ishlaganmiz, juda ko'p shu prinsipni shakllantirayotgan etapimda pantegaman desam bo'ladi. Insonlar har doim hozirgi holatini baland baholaydi. Misol uchun odamlardan so'rasangiz, nima qilmoqchisiz, rejalaringizni aytib ber desangiz, men rivojlanaman, biznes qilaman, kun tartibim mamnaqa bo'ladi, kelajakda mamnaqa yorib tashlayman degan narsalarni aytadi va aksariyat odamlar shunaqa deydi. Ya'ni hech qachon inson o'zini kelajagini yomon pessimistik qarash bilan qaramaydi. Lekin bu narsa aldamchi bo'ladi. Juda ko'p holatda xodim olayotganimizda ham, partnyor olayotganimizda ham, kerak bo'lsa uylayotgan paytda ham birinchi navbatda insonni tarixiga qarash kerak. Ya'ni kelajagini hamma aldaydi, lekin tarixi takrorlanadi. Ya'ni avval sport bilan shug'ullangan inson katta ehtimol bilan keyinchalik ham sport bilan shug'ullanadi. Avval yolg'on gapirmagan inson katta ehtimol bilan ham keyinchalik yolg'on gapirmaydi. O'sha avval mas'uliyatli bo'lgan inson katta ehtimol bilan mas'uliyatli bo'ladi. Teskarisi ham xuddi shunaqa. Avval kimnidir aldagan inson katta ehtimol bilan sizni ham qachondir aldaydi. Va'dasi turmagan inson
keyin ham va'dasi turmaydi va agar bizni tarixiga qaraydigan bo'lsak, ko'p holatlarda bu to'g'ri bo'lib chiqadi. Shuning uchun umuman ishga xodim olayotgan paytda ham yoki kim bilandir gaplashayotgan paytda ham nima qilmoqchisan emas, nimalarni qilgansan, nima ishlar qilgansan, qanaqa yutuqlaring bo'lgan, qayerda ishlagansan yoki tarixini ko'proq o'rganadigan bo'lsangiz, boshqalardan surishtirsangiz u narsani, bu inson rostdan reputatsiyasi yaxshimi, hech kim bilan qanaqadir muammo bo'lmaganmi, tarixini qaraydigan bo'lsangiz, hammasi kelib chiqadi. Bizda shunaqa holatlar bo'lgan. Ya'ni gaplashyapmiz o'sha insonlar bilan zo'r, gap so'zi вообще zo'r, hamma narsasi cho'tki shu darajada ishontiryapti. Keyin ishlayapmiz birga, qarabsizki, u gapi umuman amalda yo'q. Keyinchalik men tarixini qaraydigan bo'lsam, tarixda ham xuddi shunaqa bo'lgan. O'shaning uchun istalgan odam bilan ishlayotgan paytimizda yoki o'sha uylanayotgan paytimizda ham men o'zimda ham shu instrument ishlatganman. Tarixini ko'proq qarash kerak. Avval nima ish qilgan, avval xarakteri qanaqa bo'lgan, avval qarorlari qanaqa bo'lgan. Katta ehtimol bilan bundan keyin ham qarorlari shunaqa bo'ladi. Insonning o'zgarishi bu juda ham qiyin deb hisoblayman. Oxirgi prinsip bu fokus. Odamlar o'ylaydi, men ko'p narsa qilaman, ko'p ish qilaman, lekin natija bo'lmayapti. Juda ko'p ishlayman, har xil loyihalarim bor, 10 talab loyihalarim bor, lekin natija bo'lmayapti. Men o'zimda ham shunaqa holatlar bo'lgan. Loyihalar, ya'ni bitta vaqtda o'zida imkoniyatlar, o'sha aytgandekki, ko'p imkoniyatlar kelgan, hammasini qilishga harakat qilganman. Bitta paytda 4 ta 5 talab ekspertlar bilan ishlab, o'zim produktlarim, undan tashqari konsalting, shunga o'xshagan narsalar juda ko'p aslida ish, lekin bu hammasi chalg'itadigan ishlar. Fokusingizni bitta joyga qaratmaydigan bo'lsangiz, katta ehtimol bilan hech qaysini sizda rezultat bo'lmaydi. O'shaning uchun ko'p narsani qildim yoki ko'p loyihalarim bor degani bu siz muvaffaqiyatli degani emas. O'zi mana tadbirkorlar oladigan bo'lsa ham, eng katta tadbirkorlar kimlar bo'lishi mumkin? Hammasida o'zi odatda loyihalari juda ham kam bo'ladi. Ko'p bizneslarni qilib tashlamagan bo'ladi. Misol uchun Zafar aka Hoshimov asosiy loyihalari Korzinka, misol uchun Jahongir akada bo'lishi mumkin, Cambridge o'quv markazi, Murod Buildings, Murod Nazarovda. Murod Buildings faqat qurilish, ya'ni ularda imkoniyatlar ko'p-ku. Misol uchun har xil bizneslar qilib tashlashsa bo'ladi, lekin men o'ylayman, hammaligida fokus bu eng muhim narsa deb qarayman. Va hozir mana ko'p mutaxassislarni ko'radigan bo'lsangiz, shunaqa qilishadi. Men marketing qilishim kerak, men shaxsiy brend qilishim kerak, men zapusk qilishim kerak. Men bitta hozir studiyalar rivojlanyapti, men bitta studiya ham ochib qo'yaman. Undan tashqari tam production komanda qilib qo'yaman. Hech qaysingizni yuta olmaysiz. Mana shunaqa ishni tanlaganlar hech qaysinsida rezultat bo'lmaydi. Faqat production bilan shug'ullangan komanda productionda eng zo'ri bo'ladi, katta daromad topadi va muvaffaqiyatli bo'ladi. Faqat zapusk bilan shug'ullangan inson zapuskda top 1% ga kiradi, yaxshi daromad topadi. Faqat marketing bilan shug'ullangan inson marketingda katta daromad topadi, rivojlanadi, top of mind bo'ladi. Shaxsiy brendda ham xuddi shunaqa. Ya'ni siz hamma narsada eng zo'ri bo'la olmaysiz va buni imkoniyati ham yo'q. O'shaning uchun ham men hozirgi kunda mana o'zim misolni keltirishim mumkin. O'tgan yili taxminan 4 ta 5 ta proyektlarda ishlab, juda ko'p ishlab, problemalar ko'p. Misol uchun o'ylashgan vaqt bo'lmaydi-da, ish ko'pligidan qanchadir muddatda topgan daromadim, aytaylik o'sha 1 yilga yaqin muddatda topgan daromadim hozir 2 ta loyiha, fokusim faqat 2 ta loyiha, boshqa loyihalar bilan ishlamayapman, boshqa loyiha olganim yo'q. O'sha daromad topib bo'ldim. Tasavvur qilasizlarmi? Bu yoqdagi ish nisbatan kam, lekin fokus, kreativ fikrlash, nima deydi, qaror qabul qilishda, energiya bilan o'sha hech qanaqa tashqi omillarsiz qaror qabul qilish orqali natija men o'ylaganimdan ham ko'ra yaxshiroq bo'ldi. Shuning uchun men o'ylayman, fokusni juda ham qattiq qarashimiz kerak. Biz hamma narsani qila olmaymiz. Bu imkonsiz. Imkoniyatlar ko'p aslida. Har xil joydan sizga takliflar tushadi, ishlash bo'yicha yoki loyihalar tushishi mumkin. Lekin hozir qanchadir summa ishlashingiz mumkin, lekin 6 oy, 1 yildan keyin minusga qarab ketib qolishingiz ham mumkin. Shuning uchun fokusni asosiy kuch, ya'ni power deb hisoblayman va buni ham o'zimni prinsiplarimga qo'shib boshladim. Hamma narsada fokus. Misol uchun sport bo'ladimi, ish bo'ladimi, dam olish bo'ladimi, hamma narsada fokus bu juda ham muhim. Bu prinsiplar 23 yoshli Humoyunni hozirgi dunyo qarashidan, hozirgi fikrlaridan kelib chiqqan. Men qanaqadir hammaga aql o'rgatish yoki hamma shu narsani qilish kerak degan fikrda emasman. Shunchaki men o'zimni qo'llagan, o'zimda ishlagan instrumentlarni sizlar bilan bo'lishdim va o'ylaymanki, qaysidir bitta prinsip bo'lsa ham hayotingizga qo'llaydigan bo'lsanglar, o'zgarish
bo'ladigan bo'lsa, men bundan juda ham xursand bo'laman va sizlarga rahmat. Boshqa videolarni ham kuzatinglar, chunki yana boshqa foydali videolar bor va kanalga ham obuna bo'lib qo'yinglar. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar.